Salom aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuda gaplashamizki, bu har birimizga tegishli. Hammamizning uyimizda gaz hisoblagich bor, to'g'rimi? Ana shu hisoblagich. Agar uni noto'g'ri ishlatsak yoki unga nisbatan beparvolik qilsak, bizni nafaqat katta jarimaga tortishi, balki butun mol mulkimizdan, hatto uyimizdan mahrum qilish ham mumkin ekan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Shok. Hisoblagichni tekshirishdi. Katta miqdorda jarima. Gazchilar tufayli kvartiradan ayrilmaslik uchun nima qilish kerak? Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu haqiqiy vaziyatlardan kelib chiqqan jiddiy masala. Bugungi ma'lumotlar siz uchun shunchalik muhimki, har qanday xato hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rganingizdan so'ng esa siz nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham katta muammolardan qutqargan bo'lasiz. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo masalaning tubiga yetib boraylik. Ilgari, ya'ni bir necha yil oldin gaz hisoblagichlariga bo'lgan munosabat hozirgidek jiddiy emas edi. Ko'pchilik eski mexanik hisoblagichlardan foydalanardi. Bu hisoblagichlar texnologik jihatdan sodda bo'lib, ularni aylantirish yoki sekinlashtirish uchun turli xil hiyla-nayranglar qo'llash imkoniyati mavjud edi. Ba'zilar hisoblagichga magnit qo'yish orqali, ba'zilar esa boshqa usullar bilan iste'mol qilingan gaz hajmini kamaytirishga urinardi. Tabiiyki, bunday holatlar aniqlanganda ham jarimalar hozirgidek og'ir emasdi va ba'zida kelishuv yo'li bilan hal qilinardi. Gaz ta'minoti tashkilotlari ham resurslar va texnologiyalar cheklanganligi sababli har bir xonadondagi holatni doimiy nazorat qila olmasdi. Tekshiruvlar asosan rejali ravishda bir necha yilda bir marta o'tkazilardi va ko'pincha shikoyatlar yoki aniq shubhalar asosida amalga oshirilardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat energiya resurslarini tejash, o'g'irlik va noqonuniy foydalanishning oldini olish maqsadida juda jiddiy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Bunga sabab energiya samaradorligini oshirish, resurslarni isrofgarchilik taqsimlash va eng muhimi mamlakat iqtisodiyotiga yetkaziladigan zararning oldini olishdir. Ayniqsa, yangi aqlli elektron gaz hisoblagichlarining joriy etilishi bilan vaziyat tubdan o'zgardi. Bu aqlli hisoblagichlar oddiygina iste'molni o'lchamaydi. Ular o'zida juda ko'p ma'lumotni saqlaydi, uzatadi va hatto har qanday noqonuniy aralashuvni darhol aniqlash va markaziy tizimga xabar berish qobiliyatiga ega. Endi hisoblagichlarni har qanday usulda aldamoqchi bo'lish deyarli imkonsiz. Magnit qo'yish, simlarni uzish, korpusni buzish, har qanday shunday harakat darhol qayd etiladi va sizni avtomatik ravishda noqonuniy iste'molchi ro'yxatiga kiritadi. Qolaversa, noqonuniy foydalanilgan gaz uchun hisob-kitob qilish metodologiyasi ham keskin o'zgardi. Ilgari u shartli hisob-kitoblar asosida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda u eng yuqori iste'mol normativlari va o'tkazish qobiliyati asosida hisoblanib, astronomik summalar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu aslida xususiy mulk bo'lgan kvartirangiz yoki uyingizni ham xavf ostiga qo'yishi mumkin. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Xo'sh, nimalarni bilishimiz kerak? Avvalo, sizning uyingizda qanday turdagi gaz hisoblagich o'rnatilganligini aniqlab oling. Agar hali ham eski mexanik hisoblagich turgan bo'lsa, uni imkon qadar tezroq yangi aqlli hisoblagichga almashtirishni o'ylab ko'rishingiz kerak. Chunki eski hisoblagichlar ham muntazam ravishda tekshiriladi va ulardagi har qanday nomuvofiqlik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yangi aqlli hisoblagichlar esa yuqorida aytib o'tganimizdek juda sezgir. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchidan, agar sizning hisoblagichingizga biron bir tarzda aralashgan bo'lsangiz, masalan, magnit qo'ygan bo'lsangiz yoki uning ishlashini sun'iy ravishda sekinlashtirishga uringan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda xavotirlanish kerak bo'lgan shaxslardansiz. Chunki bunday noqonuniy aralashuvlar hatto bir necha yil oldin sodir bo'lgan bo'lsa ham, bugungi kunda gaz ta'minoti tashkilotlari tomonidan aniqlanishi mumkin. Yangi tekshirish usullari va uskunalari eski aralashuvlarning izlarini topishga qodir. Ikkinchidan, agar hisoblagichingizning plombalari buzilgan bo'lsa, butunligi buzilgan bo'lsa, korpusi shikastlangan bo'lsa yoki hatto hisoblagich oynasi yorilgan bo'lsa, siz ham xavotirlanish kerak bo'lganlar qatoriga kirasiz. Ko'pchilik men buni ataylab qilmadim, tasodifan bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo qonun nuqtai nazardan hisoblagichning butunligi uchun iste'molchi mas'uldir.
har qanday shikastlanishni darhol gaz ta'minoti xizmatiga xabar berish shart. Uchinchidan, agar sizning uyingizda gaz ta'minot tarmog'iga hisoblagichni chetlab o'tib, noqonuniy ulanish mavjud bo'lsa, bu eng og'ir jinoyatlardan biri hisoblanadi va eng katta jarimalarga, hatto jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Bunday holatlar havo yutqizish kabi aniqlanadi va hech qanday bahona qabul qilinmaydi. To'rtinchidan, agar sizning hisoblagichingiz bir necha yildan buyon tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa va u eski model bo'lsa, siz ham ma'lum darajada xavotirlanishingiz kerak. Eski hisoblagichlar aniq ko'rsatmasliklari mumkin va bu ham noqonuniy foydalanish sifati talqin qilinishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas, agar sizning uyingizda qonuniy ravishda o'rnatilgan, butun, shikastlanmagan, plombalari joyida bo'lgan va muntazam ravishda tekshiruvdan o'tgan aqlli gaz hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa, siz asosan xavotirlanishingiz shart emas. Agar siz iste'mol qilingan gaz uchun muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirib borgan bo'lsangiz va hisoblagichga hech qanday aralashmagan bo'lsangiz, siz qonunga itoatkor iste'molchisiz. Yangi aqlli hisoblagichlar o'z-o'zidan har qanday anomaliyani aniqlaydi va siz xavotir olmaysiz. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik, raqamlar va vaziyatlar bilan. Misol bir eski hisoblagich va magnit ishi. Faraz qilaylik, Toshkent shahrida yashovchi fuqaro F ning uyida 2012-yilda o'rnatilgan eski turdagi gaz hisoblagich bor edi. U qo'shnisidan eshitgan aqli maslahatga amal qilib, hisoblagichiga kuchli magnit yopishtirgan. Bu uning oylik gaz to'lovini deyarli ayq bandiriga kamaytirishga yordam bergan. 2023 yil oxirida hudud gaz ta'minot xodimlari rejali tekshiruvga kelishadi. Ular hisoblagich atrofida g'ayritabiiy magnit maydonini aniqlaydigan maxsus asbob yordamida magnit izlarini topishadi. Bu paytda magnit allaqachon olib tashlangan bo'lsa-da, izlari qolgan edi. O'tkazilgan ekspertiza hisoblagichning ishlashiga magnit orqali aralashuv bo'lganini tasdiqladi. Natija: fuqaro FC'ga nisbatan qonunbuzarlik akti rasmiylashtirildi. Noqonuniy foydalanilgan gaz hajmi hisoblash metodologiyasiga ko'ra iste'mol quvvati va o'tkazish qobiliyatiga asosan hisoblandi. Ya'ni uning uyidagi barcha gaz uskunalarining gaz plitasi, isitish qozoni, suv isitgich maksimal quvvati yig'indisi olindi va bu quvvat hisoblagichga aralashuv aniqlangan kundan boshlab oxirgi 3 yilgacha bo'lgan davr uchun 24 soatlik uzluksiz ishlash ko'rsatkichiga ko'paytirildi. Fuqaro F ning uyi o'rtacha iste'mol qilgan gaz miqdori oyiga 300 kubometr bo'lgan bo'lsa, bu usulda hisoblangan miqdor oyiga 1500 kubometrdan oshdi. Natijada unga umumiy hisobda 200 million so'mdan ortiq jarima va yetkazilgan zarar hisoblandi. Bu summa fuqaro F'ning butun mol-mulkini qoplashga ham yetmasdi. Uning kvartirasi garovga qo'yilish xavfi ostida qoldi. Bu shunchaki og'ir ahvol emas, balki hayotini tubdan o'zgartirib yuboradigan falokat edi. Misol 2. Aqlli hisoblagichga aralashuv. Qashqadaryo viloyatidan M ismli fuqaro o'zining yangi aqlli hisoblagichi ham eski usullar bilan aralashishga urindi. U internetdan topilgan videolarga ishonib, hisoblagichning korpusidagi ba'zi simlarni uzib, gaz sarfini kamaytirishga harakat qildi. Ammo u bilmasdi, yangi aqlli hisoblagichlar nafaqat iste'molni, balki har qanday jismoniy aralashuvni ham sezadi. Hisoblagich korpusi ochilishi bilanoq uning ichidagi maxsus sensor ishga tushdi va bu haqda markaziy dispetcherlik tizimiga avtomatik xabar yuborildi. Bir necha soat ichida gaz xodimlari M'ning uyiga yetib kelishdi. Ular vaziyatni ko'zdan kechirib akt tuzishdi. Natija: imja hisoblagichni qasddan buzish va noqonuniy foydalanish aybi qo'yildi. Unga ham yuqoridagi metodologiya bo'yicha hisob-kitob qilinib, 120 million so'mdan ortiq jarima qo'llanildi. Bu summa M'ning daromadiga nisbatan juda katta edi va u uzoq muddatli qarz qilib olishga majbur bo'ldi. Misol 3 plombalarning tasodifan buzilishi. Farg'ona shahridagi bir xonadonda ta'mir ishlari olib borilayotganda, ishchilar bexosdan gaz hisoblagichining muhofaza plombalaridan birini uzib qo'yishgan. Xonadon egasi fuqaro S buni sezgan, ammo hech kim ko'rmadi-ku, o'zimga muammo orttirib o'tirmayman deb o'ylagan. Bir oydan so'ng gaz inspektorlari rejali tekshiruvga kelishganida plomba buzilganligini aniqlashdi. Natija: garchi S buni qasddan qilmagan bo'lsa ham, qonun nuqtai nazaridan u hisoblagichning butunligini ta'minlashga majbur edi. Plombaning buzilishi noqonuniy aralashuv sifatida baholandi. Unga nisbatan 40 million so'mdan ortiq jarima hisoblandi. Sababi plomba buzilganligi aniqlangan kundan boshlab hisoblagichning maksimal o'tkazish qobiliyati asosida gaz iste'moli hisoblab chiqildi.
hisoblagichga aralashmaganligini qancha tushuntirishga urinmasin, plomba buzilganligi faktini inkor eta olmadi. Bu holatda hatto sudda ham g'alaba qozonish juda qiyin bo'ladi. Misol tart, yopiq eshiklar ortidagi hisoblagich va tekshiruvga to'sqinlik. Buxorodan fuqaro T o'zining gaz hisoblagichini uydagi yordamchi xona, omborxonaga o'rnatgan. Omborxonaning eshigi esa doim qulflangan bo'lib, ichiga faqat o'zi kirardi. Gaz inspektorlari tekshiruvga kelganlarida hisoblagichni ko'rsatishni so'rashgan. T turli bahonalar bilan ularni ichkariga kiritmaslikka uringan. Bir necha bor ogohlantirishlardan so'ng ham u hisoblagichni ko'rsatmagach, inspektorlar akt rasmiylashtirib, fuqaro T.ga tekshiruvga to'sqinlik qilganligi haqida xabarnoma qoldirishgan. Bir hafta o'tgach, gaz ta'minoti to'xtatilgan va unga nisbatan noqonuniy foydalanish holati bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Natija, tekshiruvga yo'l qo'ymaslikning o'zi ham qonunbuzarlik hisoblanadi. Bu holatda ham maksimal iste'mol normativlari bo'yicha erta hisob-kitob qilinib, Tijaga 7 million so'mdan ortiq jarima qo'llanildi. Tning uyiga borib, hisoblagichini majburiy tekshirish uchun sud ruxsatnomasi olinganidan so'ng hisoblagichda eski magnit izlari topilganligi bu summani yana bir necha barobar oshirib yuborishi mumkin edi. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham juda og'ir holatlar. Shu sababli har bir tafsilotga e'tibor berishimiz shart. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoida qatori. Bu yerda ham ba'zi istisnolar va nozikiyatlar mavjud. Ular sizni katta muammolardan qutqarishi yoki aksincha tuzoqqa tushirib qo'yishi mumkin. 1. Hisoblagichning tasodifan shikastlanishi va uni darhol xabar berish. Yuqoridagi S. Misolda ko'rib turganingizdek, plomba tasodifan shikastlanganda uning oqibatlari og'ir bo'ldi. Ammo agar S plombaning uzilganini aniqlashi bilanoq darhol hudud gaz ta'minotning hududiy bo'limiga murojaat qilib, bu haqda yozma ariza bilan xabar berganda edi, vaziyat butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Nuans. Qasddan aralashuvdan farqli o'laroq, agar siz o'zingizning hisoblagichingizga yoxud uning plombalariga tasodifan shikast yetkazgan bo'lsangiz va bu haqda darhol, ya'ni 24 soat ichida imkoni bo'lsa bir necha soat ichida tegishli organlarga xabar bersangiz, sizga nisbatan jazo choralari yumshoqroq bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda agar sizning niyatlaringiz yomon bo'lmagani aniqlansa, sizdan faqat hisoblagichni ta'mirlash yoki almashtirish xarajatlari hamda shikastlanish aniqlangan kundan boshlab yangi hisoblagich o'rnatilgunga qadar bo'lgan davr uchun o'rtacha iste'mol bo'yicha to'lov undirilishi mumkin. Ammo bunga kafolat yo'q, chunki yakuniy qaror tekshiruvchilar va sud tomonidan qabul qilinadi. Muhimi, xabar berishni kechiktirmaslik. 2. Hisoblagichning o'zi nosozligi yoki noto'g'ri o'rnatilishi. Faraz qilaylik, siz iste'molni muntazam to'lab keldingiz. Hech qanday aralashmadingiz, lekin tekshiruv paytida hisoblagichning noto'g'ri ko'rsatayotgani yoki umuman ishlamayotgani aniqlandi. Agar bu sizning aybingiz bilan sodir bo'lmagan bo'lsa, nima qilish kerak? Nuans. Bu holatda siz gaz ta'minoti tashkilotining o'zi hisoblagichni noto'g'ri o'rnatganligini yoki uning sifatsizligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bu oson emas. Sizda hisoblagich o'rnatilganligi haqidagi hujjatlar, uning kafolat muddati, avvalgi tekshiruvlar haqidagi dalolatnomalar bo'lishi kerak. Siz hisoblagichni mustaqil ekspertizadan o'tkazishni talab qilishingiz mumkin. Agar ekspertiza hisoblagichning ishlab chiqarish nuqsoni tufayli nosozligini tasdiqlasa, siz jarimadan qutulishingiz mumkin, ammo baribir hisoblagich almashtirilishi va o'rtacha iste'mol bo'yicha to'lov amalga oshirilishi shart bo'ladi. Jarima hisoblash muddati va davom muddati. O'zbekiston qonunchiligida davom muddati mavjud. Ya'ni ma'lum bir vaqt o'tgach, huquqbuzarlik uchun javobgarlikka tortish mumkin bo'lmaydi. Nuans. Umumiy fuqarolik davom muddati 3 yilni tashkil etadi. Ammo kommunal xizmatlar sohasidagi noqonuniy iste'mol holatlariga oid ba'zi qoidalarda bu muddat boshqacha talqin qilinishi mumkin. Ayniqsa agar noqonuniy aralashuv dalili masalan magnit izi aniqlansa, unda iste'mol qilingan gaz uchun hisob-kitob 3 yilgacha bo'lgan davr uchun amalga oshiriladi. Shu sababli eski gunohlar ham kechirilmaydi. Muhimi, ushbu jarayonlar juda murakkab va huquqiy nuanslarga boy. 4. Jarima miqdori va sudga murojaat qilish imkoniyati. Agar sizga katta miqdorda jarima hisoblangan bo'lsa, uni qanday kamaytirish yoki sud orqali bekor qilish mumkin? Nuans. Jarima miqdorining hisob-kitobi ko'pincha gaz ta'minoti tashkiloti tomonidan qabul qilingan ichki qoidalar asosida amalga oshiriladi. Bu
esa maksimal iste'molni nazarda tutadi. Agar siz jarima miqdoriga rozi bo'lmasangiz, sizda sudga murojaat qilish huquqi bor. Ammo bu jarayonda sizning isbotlash yukingiz og'ir bo'ladi. Siz gaz ta'minoti tashkilotining hisob-kitoblari noto'g'ri ekanligini, hisoblagichga aralashmaganingizni yoki iste'molni kamaytirishga qasdingiz bo'lmaganligini isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bunday holatlarda advokatning yordami juda muhimdir. 5. Qo'shnilar yoki begona shaxslarning aralashuvi. Ba'zida o'zingiz bilmagan holda hisoblagichga 3-shaxslar aralashishi mumkin. Masalan, qo'shnilarning sizning gaz guvuringizga noqonuniy ulanishi yoki hisoblagichni qasddan shikastlashi. Nuans. Hisoblagich va uning atrofidagi gaz quvurlarining butunligi uchun mulkdor javobgar bo'ladi. Agar sizning hisoblagichingizga 3-shaxslar aralashgan bo'lsa, buni siz isbotlashingiz kerak. Kamera yozuvlari, guvohlarning ko'rsatmalari, ichki ishlar organlariga o'z vaqtida murojaat qilish kabi dalillar sizga yordam berishi mumkin. Ammo bunday holatlar juda kam uchraydi va isbotlash qiyin. Bu nuanslarni bilish sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. Eng muhimi vaziyatni tushunish va qonuniy yo'l bilan harakat qilish. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning kvartirangizni va pulingizni saqlab qolish uchun aniq qadamlar. Hisoblagichni muntazam tekshirib turing. Har oyda bir marta hisoblagichni ko'zdan kechiring. Unda yo'riqlar, shikastlanishlar, magnit izlari, metal sirtida g'ayritabiiy dog'lar yoki rang o'zgarishlari bormi? Tekshiring. Plombalarning joyida butun va shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Plombalar ustidagi individual raqamlarni eslab qo'ying yoki suratga olib qo'ying. Agar yangi aqlli hisoblagich bo'lsa, uning displeyiga e'tibor bering. Unda biron bir xato belgisi, error, kodlar yoki g'ayritabiiy yozuvlar chiqmasligiga ishonch hosil qiling. Hisoblagichning normal ishlashini, ya'ni gaz yoqilganda raqamlarning aylanishini tekshiring. 2. Har qanday muammo haqida darhol xabar bering. Agar hisoblagichda biron bir shikastlanish, plomba buzilishi, magnit izlari topilsa yoki uning ishlashida nosozlik sezilsa, darhol hudud gaz ta'minotining mintaqaviy bo'limiga yoki 1004 raqamiga favqulodda xizmat va 1004 raqamiga operatorga murojaat qilish uchun qo'ng'iroq qiling, og'zaki xabar berishdan tashqari. Yozma ariza bilan murojaat qiling va uning ikkinchi nusxasiga kiruvchi raqamni qo'ydirib o'zingizda saqlang. Bu kelajakda o'z haqingizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. Imkoni bo'lsa, shikastlanish holatini va murojaat qilganingizni tasdiqlovchi foto yoki video dalillar to'plang. Telefonda vaqt va sana belgisi bor fotosuratlar bu borada juda foydali bo'ladi. 3. Hech qachon hisoblagichga aralashmang. Hech qanday sharoitda hisoblagich korpusini ochishga, simlarni uzishga, magnit qo'yishga yoki boshqa usullar bilan uning ishlashiga ta'sir o'tkazishga urinmang. Bu nafaqat katta jarimalarga, balki sog'lig'ingiz va hayotingiz uchun ham xavfli bo'lishi mumkin. Gaz sizib chiqishi. Agar shunday takliflar bo'lsa, darhol rad eting va buni tegishli organlarga xabar bering. 4. Tekshiruvga tayyor bo'ling. Gaz ta'minoti xodimlari tekshiruvga kelganlarida ulardan xizmat guvohnomasini talab qiling. Ularning shaxsini tasdiqlash uchun guvohnomalarni diqqat bilan o'rganing. Tekshiruv paytida ular bilan hamkorlik qiling. Ammo barcha jarayonlarni nazorat qilib turing. Agar ular biron bir qoidabuzarlikni aniqlashsa va akt tuzishmoqchi bo'lishsa, aktni diqqat bilan o'qing. Agar siz aktning biron bir bandiga rozi bo'lmasangiz, bu haqda aktga yozma ravishda o'z fikringizni va e'tirozlaringizni kiriting. Aktni imzolashdan oldin barcha tafsilotlarni tushunib oling. Aktning nusxasini olishga haqli ekanligingizni unutmang. 5. Hujjatlarni saqlang. Gaz hisoblagichni o'rnatish, tekshirish, ta'mirlash yoki almashtirishga oid barcha hujjatlarni, dalolatnomalar, cheklar, arizalar nusxalari ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu hujjatlar sizga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. 6. Tegishli organlarga murojaat qilish yo'llari. Hudud gaz ta'minot AG'ning rasmiy veb-sayti orqali murojaat qilish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myTokoGuz orqali ariza yuborish. Bu sizning murojaatingiz rasman qayd etilishini ta'minlaydi. Mahalliy hokimliklarning fuqarolar murojaatlari bo'yicha bo'limlari. Sudga murojaat qilish. Agar masala boshqa yo'l bilan hal bo'lmasa. 7. Huquqiy maslahat oling. Agar sizga nisbatan jarima hisoblangan bo'lsa yoki sizda vaziyatning noaniq jihatlari bo'lsa, darhol malakali yurist yoki advokatga murojaat qiling.
U sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi va to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bu sarmoya o'zini to'liq oqlaydi. Chunki o'zboshimchalik bilan harakat qilish vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videoda gaz hisoblagichlari bilan bog'liq jiddiy muammolar, ularning sabablari va oldini olish yo'llari haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Ko'rib turganingizdek, oddiygina gaz hisoblagich nafaqat sizning to'lovlaringizni nazorat qiladi, balki butun mol-mulkingiz va tinchligingiz uchun ham javobgar bo'lishi mumkin. Qonuniy yo'l bilan harakat qilish, hisoblagichga ehtiyotkor bo'lish va har qanday shubhali vaziyatda darhol mutaxassislarga murojaat qilish. Bu sizning eng to'g'ri qaroringiz. Hech qachon o'zingiz bilmagan ishlarga aralashmang va noqonuniy yo'llarni qidirmang. Qonun doirasida harakat qilish har doim xotirjamlik va barqarorlik garovidir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Endi esa sizning navbatingiz. Ushbu videoga bo'lgan fikrlaringizni va boshdan kechirgan shaxsiy tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.